Salom hurmatli tomoshabinlar, aziz kanalimiz obunachilari. Bugun biz siz bilan juda muhim, shaxsiy byudjetingizga beo'z ta'sir qiladigan, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Sizning qo'shimcha to'lovlar, katta miqdordagi nafaqalar yoki davlatdan kutilayotgan boshqa moddiy yordam puli kelmay qolishi mumkin. Agar siz bitta juda oddiy, ammo hal qiluvchi ishni qilmasangiz. Bu yangi ma'lumot har bir fuqaroga, har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Chunki har bir daqiqa sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun muhimdir. Boshlashdan avval iltimos kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda qadrlidir. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari ko'plab turdagi to'lovlar, nafaqalar va qo'shimcha moddiy yordamlar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlariga asoslanib, deyarli avtomatik tarzda qayta hisoblab chiqilardi yoki yangilanardi. Masalan, fuqaro ma'lum bir yoshga yetganida pensiya avtomatik tarzda oshirilardi yoki ijtimoiy himoya tizimi o'zgarishlari amalga oshirilganda tegishli ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida almashinib, fuqarolarga qo'shimcha harakatlarsiz yangi to'lovlar tayinlanardi. Bu tizim ko'p jihatdan qulay edi. Chunki fuqarolar ortiqcha qog'ozbozlik va idorama-idora yurishdan xalos bo'lardi. Ammo shu bilan birga bu tizimda ba'zi kamchiliklar ham bor edi. Ba'zan davlat byudjeti mablag'lari noto'g'ri yoki samarasiz taqsimlanardi. Chunki fuqarolarning hayotidagi real o'zgarishlar, masalan, oilaviy ahvolning o'zgarishi, ish joyi daromadlar har doim ham o'z vaqtida aks etmasdi. Natijada yordamga muhtoj bo'lmaganlarga mablag'lar ajratilib, haqiqiy muhtojlarga yetmaslik holatlari yuzaga kelardi. Bu esa adolat tamoyillariga zid edi va davlat oldida turgan jiddiy muammolardan biri edi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qonunlar, qarorlar va farmonlar davlat byudjeti mablag'larining maqsadli va samarali taqsimlanishini ta'minlashga qaratilgan. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi har bir fuqaroga uning real ehtiyojlari va huquqlariga mos ravishda yordam berish. Buni amalga oshirish uchun esa shunchaki kutish yetarli emas. Endilikda ko'plab qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va moddiy yordamlar uchun fuqarolardan faol harakat, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, hujjatlarni qayta topshirish yoki tegishli arizalar bilan murojaat qilish talab etiladi. Bu shartni bajarmagan fuqarolarning katta to'lovlari afsuski kelmay qolishi mumkin. Bu o'zgarishlar ayniqsa aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga, ya'ni pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan oilalar va yordamga muhtoj boshqa toifadagi fuqarolarga tegishli. Davlat organlari shaxsiy ma'lumotlarning dolzarbligini va haqqoniyligini ta'minlashga intilmoqda. Shuning uchun fuqarolardan ham o'z navbatida mas'uliyatli bo'lishni so'ramoqda. Bu shaffoflikni oshirish va mablag'larni aynan kimga kerak bo'lsa, o'shanga yo'naltirish uchun qilingan juda muhim qadamdir. Avvallari ko'pchilik menga tegishli bo'lsa, o'zi keladi deb o'ylardi. Endi esa bu yondashuv o'z kuchini yo'qotgan. Endilikda har bir fuqaro o'z huquqlari va imkoniyatlarini bilishi, ulardan foydalanish uchun zarur choralarni ko'rishi shart. Bu o'z navbatida davlat xizmatlarining yanada aniq va samarali ishlashiga yordam beradi. Keling, masalaning batafsil tahliliga o'taylik. Xo'sh, aynan nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, kimlar uchun bu yangi qoida eng dolzarb hisoblanadi? Bu birinchi navbatda pensiya oluvchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bola puli yoki moddiy yordam oluvchi kam ta'minlangan oilalar, shuningdek ishsizlik nafaqasi yoki boshqa bir martalik yordam puli olishga umid qilayotgan fuqarolar uchun juda muhim. Agar siz ushbu to'yga kiradigan bo'lsa, videoni ayniqsa diqqat bilan ko'ring. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz yaqinda barcha ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, tegishli arizalarni topshirgan bo'lsangiz va sizga aytilgan barcha jarayonlardan o'tgan bo'lsangiz, demak siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, agar siz oladigan to'lovlar yoki nafaqalar avtomatik qayta hisoblashga mo'ljallangan va ma'lumotlarni yangilashni talab qilmaydigan turdagi bo'lsa, siz uchun xavotirga o'rin yo'q. Ammo aksariyat hollarda biroz bo'lsa ham shubhangiz bo'lsa, buni tekshirib ko'rish ortiqchalik qilmaydi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Ular vaziyatni yanada aniqroq tushunishingizga yordam beradi. Birinchi misol. Farg'onada yashovchi 7 yoshli Omonova buvi uzoq yillar davomida pensiya olgan. Uning pensiyasiga har yil inflyatsiya darajasiga qarab
avtomatik ravishda qo'shimchalar qo'shilgan. Ammo yangi qonunchilikka ko'ra endilikda ba'zi qo'shimcha to'lovlar, masalan, yoshga doir tibbiy xizmatlardan foydalanish imtiyozlari yoki kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar uchun fuqarodan elektron platforma orqali yoki davlat xizmatlari markaziga shaxsan borib, o'zining yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqlash talab qilinadi. Omonova bu yangilikdan bexabar edi. Chunki u internetdan foydalanmasdi va televizor yangiliklariga ham unchalik ahamiyat bermasdi. Uning farzandlari chet elda ishlashardi. Uning pensiya kartasiga har oy 1.800.000 so'm pensiya tushardi. Bundan tashqari, unga har oy 1.200.000 so'm miqdorida kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya va yiliga bir marta 200.000 so'm miqdorida vitaminlar xarid qilish uchun qo'shimcha mablag' berilishi kerak edi. Lekin bu ma'lumotlarni tasdiqlamagani uchun u o'zining 200.000 so'mlik oylik kompensatsiyasidan ham 200.000 so'mlik yillik qo'shimcha to'lovidan ham mahrum bo'ldi. Jam 1.800.000 so'mdan ko'proq pul uning hisobiga kelmay qoldi. Chunki u bir marta ma'lumotlarni yangilash uchun harakat qilmadi. Bu shunchaki birgina misol, biroq bunday holatlar minglab fuqarolarimiz hayotida uchrayapti. Shu sababli ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringizga yordam berish, ularni bu borada xabardor qilish juda muhimdir. Ikkinchi misol. Toshkent shahrida yashovchi Aliyevlar oilasi kam ta'minlangan oila sifatida har oy 500.000 so'm miqdorida ijtimoiy yordam olib kelardi. Ular o'z uyida 5 kishi ro'yxatdan o'tgan edi. Ota, ona va 3 farzand. Ammo bir yil oldin ularning katta o'g'li kollejga o'qishga kirdi va doimiy ravishda yotoqxonada yashay boshladi. Oilaning yashash sharoitlariga ko'ra endi u doimiy ravishda ular bilan yashamaydi. Biroq Aliyevlar oilasi bu o'zgarish haqida mahalla idorasiga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga xabar bermadi. Yangi qoidalar bo'yicha oila tarkibidagi o'zgarishlar, ayniqsa voyaga yetgan a'zolar yashash joyini o'zgartirishi darhol davlat organlariga bildirilishi kerak. Agar bu ma'lumot o'z vaqtida yangilanmasa, oilaning ijtimoiy yordam olish huquqi shubha ostiga olinishi yoki hatto to'lovlar to'xtatib qo'yilishi mumkin. Aliyevlar misolida ular bu haqida xabar bermaganligi sababli ularga ajratilgan 500.000 so'mlik moddiy yordam miqdori keyingi hisob-kitobda kamaytirildi. Chunki endi oila tarkibi 4 kishi deb hisoblandi. Bu holatda oila 1.000 so'm miqdoridagi oylik yordam pulini yo'qotdi. Bu esa bir yil davomida 1.200.000 so'mga teng bo'ladi. Ular faqatgina bir marta tegishli joyga borib ma'lumotni yangilashlari kerak edi. Ammo buni qilmadilar. Ma'lumotlarni yangilash nafaqat sizning huquqingizni saqlab qoladi, balki davlat resurslarining adolatli taqsimlanishiga ham hissa qo'shadi. Uchinchi misol. Qashqadaryo viloyatida yashovchi Hasan akaga bir necha yil oldin nogironlik guruhi tayinlangan edi va u har oy 1.200.000 so'm nogironlik nafaqasi olardi. Uning nogironlik guvohnomasi har 2 yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tishni va yangi ma'lumotnoma olishni talab qilardi. Hasan aka esa o'z vaqtida tibbiy ko'rikka borishni unutib qo'ydi, chunki u o'zini yaxshi his qilib yurgan edi. U bu jarayonning o'z vaqtida bajarilishi nafaqa olish uchun muhim ekanligini anglamasdi. Yangi tartibga ko'ra, agar nogironlik guruhini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnoma muddati o'tgan bo'lsa, unga tayinlangan qo'shimcha nafaqalar to'xtatiladi. Natijada Hasan aka o'z nafaqasining bir qismi, ya'ni 300.000 so'mlik qo'shimcha imtiyoz pulidan mahrum bo'ldi. Uning nafaqasi 900.000 so'mga tushib qoldi, chunki u muddatida tibbiy ko'rikdan o'tib, yangi ma'lumotnomani taqdim etmadi. U atigi bir necha soat vaqtini ajratib, tibbiy ko'rikdan o'tishi va hujjatlarni yangilashi lozim edi. Bu nogironligi bor shaxslarga tegishli bo'lgan har qanday imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar uchun ham amal qiladi. Ma'lumotnomalarning dolzarbligini doimiy ravishda nazorat qilish juda muhimdir. Endi esa ushbu yangi qoidalarga doir istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar va noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. Bu sizga yanada to'liqroq rasm chizishga yordam beradi. Birinchidan istisnolar. Ba'zi to'lovlar hali ham avtomatik tarzda qayta hisoblanadi. Masalan, agar sizga umrbod pensiya tayinlangan bo'lsa va uning miqdori faqat umumiy pensiya indeksatsiyasi, inflyatsiyaga qarab oshirish natijasida o'zgarsa, sizdan qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Shuningdek, yoshga bog'liq ba'zi o'zgarishlar, masalan, bolangizning ma'lum bir yoshga yetishi avtomatik ravishda bola pulining miqdorini o'zgartirishi yoki uning to'xtatilishiga olib kelishi mumkin.
Biroq bu har doim ham to'lovlarni o'zgartirish uchun yetarli emas. Ko'pincha avtomatik o'zgarishlar faqat asosiy to'lovga tegishli bo'ladi. Unga qo'shiladigan turli imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar esa hali ham fuqarodan ma'lumotlarni yangilashni talab qilishi mumkin. Bu juda muhim nuans, chunki ko'pchilik agar bir to'lov avtomatik o'zgarsa, qolganlari ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Ammo bu noto'g'ri tushunchadir. Har bir to'lov turi va uning shartlarini aniqlashtirish zarur. Ikkinchidan, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar. Faqat telefon qo'ng'irog'iga ishonmaslik. Sizga davlat idoralaridan qo'ng'iroq qilib, shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlashni so'rashlari mumkin. Bunday hollarda har doim shubhali bo'ling. Davlat xizmatlari xodimlari sizdan bank karta raqami, PIN kod yoki CVV kodi kabi maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlarni faqat rasmiy saytlar yoki shaxsan davlat xizmatlari markaziga digital bo'lib tasdiqlang. Firibgarlar aynan shu yangi tartiblardan foydalanib, odamlarni aldashga urinishi mumkin. 2. Qalbaki saytlardan ehtiyot bo'lish. Rasmiy veb saytlarning manzili har doim Gov.uz bilan tugaydi. MyTongoGuz rasmiy portaldir. Agar sizga SMS orqali yoki elektron pochta orqali shubhali havolalar yuborilsa, ularga kirmang. Har doim rasmiy manbalardan foydalaning. 3. Muddati o'tib ketgan hujjatlar. Pasport, tibbiy ma'lumotnomalar, nikoh guvohnomasi, tug'ilish haqidagi guvohnoma kabi hujjatlarning amal qilish muddatini doimiy ravishda tekshirib boring. Ba'zi hujjatlar, masalan, pasportingiz o'z vaqtida yangilanmagan bo'lsa, elektron tizimlar sizning shaxsingizni tasdiqlay olmaydi va to'lovlarni to'xtatishi mumkin. 4. Bir nechta turdagi yordam oluvchilar. Agar siz bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy yordam, nafaqa yoki imtiyozlarni olsangiz, har birining o'z talablari bo'lishi mumkinligini unutmang. Birini yangilash boshqasini avtomatik ravishda yangilamaydi. Har bir to'lov turi bo'yicha alohida tekshiruv o'tkazishni odat qiling. Uchinchidan, noaniq jihatlar va muhim nuanslar. Ba'zi hududlarda o'ziga xos talablar. Mamlakatimizning turli viloyatlari yoki tumanlarida mahalliy hokimiyat organlari tomonidan qo'shimcha yordam dasturlari amalga oshirilishi mumkin. Bunday dasturlar uchun ma'lumotlarni yangilash tartibi biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat xizmatlari markazlariga yoki mahalla idoralariga murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Elektron xizmatlarning mavjudligi va ulardan to'g'ri foydalanish. MyDoc.uz portali orqali ko'plab xizmatlarni onlayn olish mumkin. Bu vaqtni tejaydi va qulay. Biroq ko'pchilik fuqarolar, ayniqsa keksa yoshdagilar, ushbu tizimdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday hollarda farzandlar, nabiralar yoki ishonchli shaxslar yordam berishi kerak. Elektron raqamli imzo olish ham ko'plab onlayn xizmatlardan foydalanish uchun asosiy shartdir. Erini oldindan olish va uning amal qilish muddatini kuzatib borish muhimdir. Agar siz chet elda bo'lsangiz, agar siz chet elda vaqtincha yoki doimiy yashasangiz, O'zbekistondan olayotgan to'lovlaringiz uchun ma'lumotlarni yangilash yanada murakkabroq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklarga murojaat qilish orqali maslahat olishingiz kerak. Ular sizga vakil orqali harakat qilish yoki onlayn xizmatlardan foydalanish bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatishadi. 4. Vakil orqali harakat qilish. Agar siz jismoniy jihatdan davlat xizmatlari markaziga bora olmasangiz yoki onlayn xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, ishonchnoma asosida vakil orqali harakat qilishingiz mumkin. Ishonchnoma notarius orqali rasmiylashtirish shart. Bu ayniqsa kasal yoki keksa yoshdagi fuqarolar uchun juda qulay imkoniyat. Vakilingiz barcha zarur hujjatlarni sizning nomingizdan topshirishi va ma'lumotlarni yangilashi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Xo'sh, aniq nimalar qilishingiz kerak? Qayerga borish, qanday hujjatlarni to'plash va nimalarni yozish kerak? Birinchi qadam, o'zingizning joriy holatingizni tekshiring. Eng avvalo, siz o'zingiz olib turgan har qanday nafaqa, pensiya yoki ijtimoiy yordam to'lovlarining holatini aniqlab olishingiz kerak. Buning bir necha yo'li bor. Elektron portal MyTongoGuz veb saytiga kiring. O'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirish uchun elektron raqamli imzodan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar eringiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazidan DXM olishingiz mumkin. Portalda sizga tayinlangan to'lovlar, ularning muddati va kerakli yangilanishlar haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Gal markaz, tegishli davlat idorasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Masalan,
pensiya jamg'armasining kol markazi, ijtimoiy himoya agentligining aloqa markazi. Operatorga o'zingizni tanishtiring va u sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami, JSS so'rashi mumkin. U sizga ma'lumotlarni yangilash kerak yoki yo'qligi haqida aniq ma'lumot beradi. Mahalliy davlat xizmatlari markazi, DXM yoki tegishli idora shaxsan borib murojaat qilish eng ishonchli yo'llardan biridir. O'zingizning pasportingiz bilan borib operatorga holatingizni tushuntiring. U sizning ma'lumotlaringizni tekshirib, keyingi qadamlar bo'yicha maslahat beradi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni aniqlang va to'plang. Sizning holatingizga qarab turli xil hujjatlar talab qilinishi mumkin. Eng keng tarqalganlari pasport yoki ID karta, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Uning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. JSS jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami. Bu barcha davlat xizmatlari uchun muhim identifikator. Tug'ilish guvohnomalari, agar bola puli yoki oilaviy nafaqalar bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi yoki nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma, oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar moddiy yordam yoki kam ta'minlanganlik holati bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ish joyidan ma'lumotnoma yoki soliq idorasidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlik nafaqasi yoki tibbiy yordam bilan bog'liq imtiyozlar uchun. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi, TMIK xulosasi, bank rekvizitlari, yangi to'lovlar keladigan bank kartangiz yoki hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar. Ba'zan bankdan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla idorasidan olinadi. Ayniqsa oila a'zolari soni yoki yashash joyi o'zgargan bo'lsa. Har doim hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalari kopiyalarni tayyorlab boring. Ba'zi hollarda ular nusxalarni tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Uchinchi qadam qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Respublika bo'ylab deyarli barcha DXM markazlarida ko'plab ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Bu eng qulay va keng tarqalgan variant. Pensiya jamg'armasi. Agar sizning masalangiz bevosita pensiya bilan bog'liq bo'lsa, tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Ijtimoiy himoya agentligi. Yangi tashkil etilgan ushbu agentlik ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga yordam ko'rsatish bo'yicha asosiy organdir. Ular kam ta'minlanganlik, nogironlik va boshqa ijtimoiy himoya turlari bo'yicha murojaatlarni qabul qiladi. Mahalla idorasi. Ba'zi ijtimoiy yordam turlari, ayniqsa mahalliy byudjet hisobidan beriladiganlar mahalla idorasi orqali rasmiylashtiriladi. Shuningdek, oilaviy tarkib, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni ham mahalla idorasidan olishingiz mumkin. MyTankap.uz portali. Agar sizda eri bo'lsa, ushbu portal orqali ko'plab arizalarni onlayn topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa band bo'lganlar yoki uzoq hududlarda yashovchilar uchun juda qulay. 4-qadam, arizani to'g'ri to'ldiring. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Har bir mayda tafsilot muhimdir. Arizaning har bir bandini aniq va to'g'ri to'ldiring. Ma'lumotlar xato bo'lmasligi uchun 2 marta tekshiring. Agar biror joyda tushunarsizlik bo'lsa, xodimdan so'rashdan tortinmang. Xodimlar sizga yordam berishga majbur. Agar siz onlayn ariza topshirayotgan bo'lsangiz, elektron shakllarni to'ldirishda ehtiyot bo'ling. Kerakli hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yoki sifatli fotosuratlarni yuklang. 5-qadam, murojaatingizni kuzatib boring. Arizani topshirgandan so'ng sizga murojaat raqami beriladi. Bu raqam orqali siz o'z arizangizning holatini onlayn yoki kol markaz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Bu juda muhim, chunki ba'zan qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi yoki jarayon kechiktirilishi mumkin. O'zingizni faol tuting, agar belgilangan muddatdan ko'p vaqt o'tsa, qayta murojaat qilishdan yoki telefon orqali aniqlik kiritishdan tortinmang. Masalan, pensionerlar uchun bank rekvizitlarini yangilash lozim bo'lsa, birinchi navbatda bankdan o'z hisob raqamingiz haqida ma'lumotnoma oling. Agar bank kartangiz o'zgargan bo'lsa, yangi kartaning ma'lumotlarini oling. 2. Pasportingiz va bank ma'lumotnomasi bilan tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizga maxsus blanka beriladi. Unda pensiya to'lovi o'tkaziladigan yangi hisob raqamingizni ko'rsatishingiz kerak. 4. Arizani to'ldirib, pensiya jamg'armasi xodimiga topshirasiz. U sizning ma'lumotlaringizni tizimga kiritadi.
bir necha kundan so'ng sizning yangi hisob raqamingizga pensiya o'tkazilishi boshlanadi. Bu jarayonni har doim kuzatib borishni unutmang. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugun gaplashgan barcha muhim ma'lumotlar sizning huquqlaringizni himoya qilish va qo'shimcha to'lovlarni o'z vaqtida to'liq hajmda olish uchun juda zarurdir. Yangi qonunchilik sharoitida davlat sizdan o'zingizning ma'lumotlaringiz dolzarbligini ta'minlashda faollik ko'rsatishingizni talab qilmoqda. Shunchaki kutish bilan cheklanib qolsangiz, afsuski, sizga tegishli bo'lgan katta qo'shimcha to'lovlar yoki muhim moddiy yordam kelmay qolishi mumkin. O'z vaqtida ma'lumotlarni yangilash, zarur hujjatlarni topshirish va tegishli idoralarga murojaat qilish bu sizning farovonligingiz uchun muhim qadamdir. O'zingizning yaqinlaringizga, ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringizga bu haqida xabar berishni unutmang. Ularga yordam bering. Ularning ma'lumotlarini tekshirib, kerakli joylarga murojaat qilishlariga ko'maklashing. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizning huquqlaringiz va moliyaviy barqarorligingiz haqida har doim eng dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolar ko'rishguncha